Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Birinchi bahorning fasliga yetib keldik. Biz yana Qirg'iziston beshki qo'ylarini olib, Xudo xolasa sizlarga ulashga harakat qilaman. Assalomu alaykum, Anas Blogger kanalining ashaddiy obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana shunday asl Qirg'iziston yirik sog'liq ishqibozlari. Akalar, hafta kuniga bugun Xudo xolasa yakshanba. Hammaga dam olish kuni muborak bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan olib boramiz. Boburxon ukamizni qo'rasiga kelganmiz. Boburxon, tuzingmisiz? Kevoldingiz tarchamasdan. Rahmat, Xudoga shukr. Qo'ylarni ma'lumotini beringchi, ular qachon yetib keldi? Boburxon 3-4 kun bo'lib qoldi. Yebishlar sinovdan o'tdi bular, xolasa. Sinovdan o'tdi, yebichlari sinovdan o'tdi. Qirg'iziston 5 yilda o'tgan naqd bo'g'ozdan qidirgan oshlarimiz yetib qo'ydi. Mana akalar, Qirg'iziston Beshkekdan naqd bo'g'oz sog'liq so'raganlarga Xudo xolasa o'ta yirigidan haqiqiy tavsiya qilaman. Men oldingi videoda ham aytdim. Oldingi videoda ham siraza haqiqatda qo'y zo'ragan tavsiya qildim. Sira sotildi. Yana lekin qumonglar. O, mashalloh. Ot qarang, qo'chqorga o'xshaydi. Mashi bolani kuchi yetmayapti. So'l ko'rgan odam haqiqatda qo'chqorda o'ylaydi. Bo'ldi. Tishni ham ko'rsatib qo'ying, tishni ham. Yuzini ham qarang aka. Mashalloh. Tishni ko'rsating. Mana hurmatli obunachilar, 6 ta. Birinchi qorindan 3-chi qoringacha. Eng kattasi mana shu hurmatli obunachilar. 3-4 ta 6 tasi. Qolgani aksariyat 2 tish, 4 tish, asosan 4 tish. 6 tishgacha katta. Ko'rib, bittadan like bosib, omna tugmasini bosib tursa, naqd bugun pachaqlaveraman. Inshaalloh naqdni ham yorvoraman deyapti Boburxon. Birinchi partiyaga nechta? Birinchi partiyaga 14 dona. 14 dona haqiqiy yirigidan olaman. O'zi bundayda akalar, katta qo'y haqiqatda kichik ko'rinadi, kichik qo'y katta ko'rinadi, lekin bular videoda ham haqiqatda katta ko'rinyapti. Yirik narsalar ekan. Kelib ko'rib olishlarni tavsiya qilamiz. Lakassalar onlayn savdolar bor, lakassalar tashab berasiz. Mana hurmatli obunachilar, o'tgan safar videoda ham aytdim. Men hamma narsani ham tavsiya qilmayman. Haqiqatda men o'zimga yoqadi, keyin tavsiya qilaman. Agar vaj menga to'g'ri kelmasa, akalar u gapni tavsiya qilaman degan gapni gapirmayman, hurmatli obunachilar. Tavsiya qilaman, keling, oling akalar, haqiqatda buni shunday 14 tani bir qo'ra. Bir qo'ra yurgan-a bular, hammasi. Birdan 14 tani shunday oling. Bitta bolalatib oling. Sizga buyildan keyingi qo'y inshaalloh 50-60 ta qo'y bo'lib ketadi, hurmatli obunachilar. 2 yilda 50 ta qo'y bo'ladi, 14 ta qo'y. Albatta bular bu ham qanday bo'lishi mumkin degan obunachilarga bu tug'adi. Tuqqan sog'liq tug'adi degan bo'lsa, u bolasi ham tug'adi, keyingi yilga 50 ta bo'ladi. Xo'p, bularni nima deymiz narxini? Bular narxni aytishda oldin bo'ylarni aytadi degan so'ra. Bo'ylar nechi bo'ladi? Bo'y 90 ketaveradi. U yoq obunachilaringiz bo'ydasiga. Ha, 90 sm. Voy, mashalloh, vobshi qilichlardan ekan u. Hop, narxini ayting. Hamma ish narxida. 100% bo'g'oz, ha? 100% bo'g'oz, garantiyasini beramiz. Hop, 100% bo'g'oz variantidan so'raganlar akalar. Hop, narxida bir joyga obunachilarimizga. Narxini Anason aka qimmat aytmaymiz. 10 million demang ama. 10 million demaymiz. Ayting. 7 million 800 ming so'mdan dastlabkasi Samarqandga chiqib beramiz. Yo, o'tadigan joyi bormi? O'tadigan joyi bor. Xayrini qilib beramiz, telefon qilsiz. Yo, chiroyli qilib ayting. 7 million 800 yomon narx bo'lmadi. Qo'ylar yaxshi. 14 ta tushundim. Buni misol uchun ichida maydasi ham bo'lishi mumkin, boshqa videoga chiqmayotgan qo'ylarga ko'rib turibman. Endi yirigini olib chiqdingiz, bir partiya qilib 14 ta. Buni bir joyga bo'lsa 7,5 dan berasiz, dastlabki ham Samarqandga chiqib berasiz. Bittada obunachilarga. Siz kanalingizdan chiqsa otan garamida kommentariya yozishadi. 7 million 500 mingdan dastlabkasi Samarqandga chiqib berasiz. Bor baraka, hurmatli obunachilar. 7 million 500 ming so'mdan yirik sog'liqlar, yirik. Mujmalmas. Chuchumuch sog'liq emas akalar. Kelib ko'ring mana. 50 ta sog'liqni bir partiya qo'yib qo'ysangiz, ichida hammasi bo'ladi. Mana 14 ta. Bitta-bitta o'tkazinglar. Sonaga tanlab olishga anaqa narx bo'lmaydi ama. Ha, tanlab olishga kelishaverasiz. Bitta-bitta o'tkazinglar, o'tkiz. 7 million 500 ming so'm. Mana hurmatli obunachilar.
Kiyik bu qizmi bu, kiyikmi bu deganda. Haqiqiy hurmatli obunachilar, oling baraka topasiz. Bitta kalla, to'rtta tuyoqda baraka bor. Payg'ambarimiz ham qo'yib boqqanlar. Xudo xolasa baraka topasiz. 7 million 500 ming so'mdan. Yana aloqaga chiqishaveradi. aloqa chiqishaveradi. Yana Xayrni ham qilib beradi. Sana 7 million 500 dan xayriyam bo'ldi tasavvur qiling. Mana hurmatli obunachilar, o'ta tozasidan boqasizmi, zo'ridan boqasizmi? Boqing akalar. Ikkinchi partiyamizga ketdik. Mana akalar, ikkinchi partiyamizga Afg'onni qorasidan so'raganlarimizga 2 dona Afg'onidan, qolgani sarig'idan. Buni soni nechta, Bobirxon? Soni 15 dona, Hasan aka. Soni 15 ta. Bular yoshlar qanaqa? Bular yoshi ham Hasan aka, aytganimizdek 2 kishidan 6 kishiga. 6 kishi ham ko'p emas bayda Hasan aka. Ha, 2 kishidan 4 kishi Hasan aka. 2 kishidan 6 kishigacha. 6 tishgacha. Soni 15 ta. Soni 15 dona, hammasi bo'g'oz, garantiya. Yeb ichishlari sinovdan o'tdi. Uyiga yetib olgandan keyin bir hafta o'ylanmasdan olaveradi. Yana sinov olishaveradi sizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, bular nima deymiz narxini? Bular narxini ishonavering. Bo'ladigan qilib, qulay qilib aytaman Hasan aka. Ha, ayting. Narxini 6 million 500 ming so'mdan dastlab. Yo. Samarqandgacha. 6 million 500 ming so'mdan emas. Kelishtirib aytdim, qo'lda bering. Obunachilar oladi, sirasi tugaydi hozir qo'y. Bo'pti, o'sha gap. Siz kanalingizdan telefon qilsa, bittada obunani bosib, otangga rahmat deb kommentariy yozadi. Narxini 6 million 300 mingdan dastlabkasini Samarqandgacha. Anas blogerdan telefon qilyapman desa, 6 million 200 ming so'mdan O'zbekistonda 12 viloyatgacha dastlabki qilib berasiz. Yo'q, Hasan aka 6 million 300 dan hisob chiqmay qoladi. 6 million 200 ming so'mdan chiqmasa ziyoningizni men to'layman. 6 million 200 ming so'mdan bo'pti, Samarqandgacha dastlabki qilib berasiz. Gapingizni oldim. Siz kanalingizdan telefon qilsa, otangga rahmat deb kommentariy yozib, 6 million 200 dan dastlabkasini Samarqandgacha qilib beraman. He, bob baraka. 6 million 200 ming so'mdan dastlabki Samarqandgacha hurmatli obunachilar. 15 ta so'm. Haqiqatdan buni qo'y, haqiqatdan buni Afg'onni qorasi ekan, ha? Afg'on bilan hisorini chashitgan ekan, hurmatli obunachilar. Uzunidan boqasizmi? Mana boqing. Siz kutgan kunlar keldi, hurmatli obunachilar. Hasanboy, nima deymiz? Tugadimi? Boshqa yana bir partiya chiqaraman, ishonavering. Naqd o'ta sindirib yuboraman. Nech puldan Videoni chiqadi? oxirigacha ko'rib, like bosib turishadi. Videoni oxirigacha ko'rsa, narxini oxirida aytaman Hasan aka. Bo'ldi. Lekin ular o'ylagan narsa chiqmaydi. Ular o'ylagandan pastda chiqadi. Bo'g'ozmilar ham? Naqd bo'g'oz 3-4 kunda tug'adigan variantlar. Bo'lmasa mana ketdi, hurmatli obunachilar. Mana akalar, 3-partiyamizga biz kutgandik. Biz bilardik degan variantidan akalar. Pulni aka hozir narx aytaman-da. Sen o'ylagandan agar pastda aytmasam, qo'ylar bekor Bitta aytasiz, men ham so'ramayman, taqilganini aytasiz, hurmatli obunachilar. Mana mashallah, buni yelindi, qara. Hali bu Namanganda Tepaxo'rg'onda bunaqa narx bo'lmagan men qo'yaman. Yelindi, qara, hurmatli obunachilar. Naqd bo'g'ozni 2-3 kunda tug'adigan variantlardan. Aslida bir O'zi dona ko'rdim. qo'yib tug'ib Ha, ham bir bo'ldi. dona bugun tug'ibdi. Ha, bugun tug'di. Ko'rsatib o'tasiz uni yonida. Soni nechta? Soni 10 donasi tuqqanni 11 dona. Hop, 10 dona mana hurmatli obunachilar. Tuqqan bilan 11 dona. Bolasini bonus qilib beraman. Mana hurmatli obunachilar, mana bugun tug'ibdi ash qo'y mana. Shu ham onasini. Hop, 10 dona, bu bilan 11 dona. Shu ham shunaqda ketadi, ha? Shu narxda ketadi. Bolasi bonus, ana san aka. Ha, bolasi bonus. 11 ta olasi uyga 12 ta bo'lib boradi. Ha, shunday. Uni qo'ydi, yelini qarang. Bugun hurmatli obunachilar, har kuni bitadan tug'yapti. Ramazon tugaguncha tug'dirib bo'laman degan akalarimizga xudo xolasa mana soni 11 dona ekan. Narxini nima deymiz bularni? Ishlar qanaqa yoshini aytmadik? Bular yoshi o'sha aytganimizda 2 tishdan 6 tishgacha. 2 tishdan 6 tishgacha. Ha, kattasi yo'q. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2 tishdan 6 tishgacha. Bormay turinglarchi. Qo'y, yelini qaraysan aka. Yelini haqiqatan ketib qoldi. Jundi ichida ko'rinmayapti, hurmatli obunachilar. Hammasini yelini kasaday, piyiliday bor. Xo'p, nima deymiz bular narxini? Bular narxini aytyapman, bitta qo'yaman men Namangan Tepaxo'rg'onda narxda. Xo'p, qo'lda bering. Bitta ayting, men ham so'raman. Bular narxini 4 million 600 mingdan dastlabkasini. Bitta ayting, u 4 million 600 dan demang.
pasroqqa Bo'ldi, shu tushing. gapingizga 4 million 500 ming so'mdan dastlabkasini Samarqandgacha beraman. To'g'ri kelaveradimi? Shu ham uni qo'yam, ona bola ham shuni ichida ketadi. Bolasi qo'chqor ekan. Bonus qilib beraman. Qo'chqor bolasi bonus. Ha. 4 million 500 ming so'mdan Samarqandgacha dastlabkasi. Anas blogerdan telefon qilyapman desa, o'p summadan o'zingiz bilib iftorlikqa chiroyli qo'yib berasiz. Bo'ldi, xayrini ham qilib beraman. Bob baraka, hurmatli obunachilar. 4 million 4 million 500 ming so'mdan men yaqin o'rtada video olganim yo'q. Hali chiqqan Bo'g'oz sovliq olganim yo'q. Tug'adi, sizni yutungiz. Bugun tug'adimi, ertaga tug'adimi? Tug'adi. Tug'adi. Sizga 4,5 lik qo'y, siraz aptamaski 1,5 million, 1 million pribul bilan 5 million, 5,5 million so'mga aylanadi. Sizlarda yutungiz shu, hurmatli obunachilar. Qo'ydi qilib ko'paytira olaman deng. Maqsad olishmi? Oling, aloqaga chiqing, ishingiz bitadi. Like bosib obuna bo'lib turishadi. Like bosib kanalga obuna bo'lmanglar, obuna tugmachasini bosing. Eng arzoni ham faqat shu Anas blogerda bo'ladi. Kanalni yo'qotmaslik uchun like-ni qilib turavering, jigar. Xo'p, ketgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar, biz videoda yakunladik.